grafiklarini chizishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz mana bu yerda kiritish maydonidan foydalanamiz. Dastlab biz koordinata o'qlarini hosil qilamiz. Buning uchun mana bundan foydalanamiz. Mana bu uskunadan zarur bo'lganda koordinata o'qlarini olib qo'yamiz, zarur bo'lganda qo'yamiz. Mana demak, funksiyalarning grafiklarini chizamiz. Mana birinchi funksiya 3y teng 3x plus 2. Buni y teng deb yozishimiz ham mumkin. Y teng 3x plus 2 deb mana funksiyani kiritishimizga mana bu yerda uning grafigi hosil bo'ldi. Yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri 3x plus 2 ni yozishimiz ham mumkin. Masalan, y ni o'chirib tashlaymanda 3x plus 2 ni yana ham soddaroq. Endi enter tugmasini bosib, mana funksiyaning grafikini hosil qildik. Mana funksiyani o'zi mana chap tomonda formulasi hosil bo'ldi. Mana bu yerda 3x plus 2 mana f bilan belgilangan. Bu yerda grafigi hosil bo'ldi. Funksiyaning grafigi. Qolgan funksiyalarni ham xuddi shunday mana shu kiritish maydonidan foydalanib hosil qilishimiz mumkin. Mana buni ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz bu funksiyani. Endi x kvadratni grafigini chizamiz. X kvadratni biz quyidagicha kiritamiz. X kvadratni mana bu belgi orqali kiritamiz. 2. Mana natijada y teng x kvadrat funksiyasining grafigi hosil bo'ldi. Endi enterni bosaman. Mana grafik hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan grafikni biz qalinligini o'zgartirishimiz mumkin. Avval buni ko'rganmiz. Uni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bunday qilib, mana funksiyaning grafigi y teng x kvadrat funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Endi y teng x kub funksiyaning grafigini quramiz. Buni ko'rinmaydigan qilib yashirib qo'yaman. Kvadratni x kub. Mana x ning 3-darajasini. Enterni bosaman. Mana natijada mana funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Hop, keyingisi shu tarzda biz qolgan funksiyalarning grafiklarini chizishimiz mumkin. Masalan, 1 taqsim x mana bunday 1 buluv x deb kiritamiz. Enterni bosaman. Mana natijada grafik hosil bo'ldi. Mana bu yerda har bir funksiya mana bu yerda birorta harf bilan belgilanyapti. Birinchi funksiya f bilan, ikkinchisi g bilan, uchinchisi h bilan, mana bu p bilan belgilandi, p bilan belgilandi. Mana uni ham yashirib qo'ydim. Keyingisi a darajasi x. Mana a ga konkret qiymat beramiz. Muayyan bir qiymat beramiz. Masalan, 2 darajasi x. Daraja belgisi mana bunday bo'ladi. Endi x ni yozaman. Natijada 2 darajasi x funksiyani grafigi chizildi. Bu keyingi funksiya logaritm a asosiga ko'ra x. Logaritm mana bunday kiritiladi. Masalan, logaritmni terishimga mana bu yerda uni ko'rinishi chiqdi. Bu yerda 10li logaritm, 2 asosga ko'ra logaritm. Bundan birinchisini tanlayman. Logaritm. Hop, aytaylik. Logaritm 3 asosga ko'ra deylik. 3 asosga ko'ra x bo'lsin. Enterni bosaman. Natijada logaritm 3 asosga ko'ra x chap tomonda hosil bo'ldi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu funksiya r bilan belgilangan. Mana funksiyaning grafigi. Grafikni biz hozir boshqa rangda belgilaylik. Masalan, mana bu rangni. Grafiklar uchun yorqinroq rang tanlasanglar, grafik yaxshi ko'rinadi. Chiroyli ko'rinadi. Mana grafik 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra x funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. Mana keyingilari sinus x, kosinus x, tangens, kotangens yoki mana bu funksiya xuddi shunday kiritiladi. Buni ham ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Endi sinus x ga keldik. Sinus mana bu yerda o'zi aytib turibdi. Sinus ko'rinishi mana bunday ekan. Demak, qavs ichida x yozilishi kerak. Masalan, sinus ichida ham birorta funksiya yozishimiz mumkin. Hozircha biz x yozib turaylik. Natijada sinus x funksiyaning grafigi hosil bo'ldi.
Hop, keyingi funksiya. Kosinus x funksiyani grafigi. Kosinus deb teraman. Natijada mana birinchi satrda kosinusni ifodasi hosil bo'ldi. X ning o'rniga oddiy x yozaman bu yerda. Natijada bu kosinus x funksiyani grafiki hosil bo'ldi. T bilan belgilangan bu funksiya. Keyingisi tangens x funksiyani grafigi. Hop, kosinusni grafikini yashirib qo'yaman. Faqat tangensni biz mana bunday yozishimiz kerak. Tangens tg emas, tan deb yozishimiz kerak mana bu ko'rinishda. Bu birinchisini mana o'zi ko'rsatib turibdi ko'rinishini. X yozaman o'rniga. Natijada juda sodda osonlik bilan grafikni hosil qilishimiz mumkin. Tangens x funksiyani grafiki hosil bo'ldi. Hop, tangens mana trigonometrik funksiyalarda mana x o'qida 1, 2 mana masofalar sonlar bilan mana 1, 2, 3 emas pi orqali yozilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Buning uchun o'ng tugmani bosaman. Mana bu yerda graphics degan tugmani tanlayman va mana x o'qi degan bo'limga kirib, mana masofa 1 emas, buni masalan pi taqsim 2 ga almashtirib qo'yaman. Pi ga almashtirishimiz ham mumkin. Unda masofa pi ga teng bo'ladi. Va pi taqsim 2 ga almashtirsam, mana bu yerda mana 0, pi taqsim 2, pi, 3 pi taqsim 2, ya'ni masofalar pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Mana chap tomonga minus pi taqsim 2, minus pi masofalar bu yerda ham pi taqsim 2 bo'lib davom etyapti. Tangens funksiyani grafiki chizildi. Va buni ham yashirib qo'yamiz. F1 bilan belgilangan ekan. Endi kotangens funksiyani grafiki. Kotangens x. Va buni cotangent mana bunday deb yoziladi. Hop, x yozamiz. Mana natijada kotangens x funksiyani grafiki hosil bo'ldi. Va bu yerda u G1 bilan belgilangan. Shu yo'l bilan demak biz funksiyalarning grafiklarini hosil qilishimiz mumkin. Bu uchun mana shu kiritish maydonidan foydalansak bo'laveradi. Mana oxirgi funksiyani ham ko'raylik, mana bu ko'rinishda bo'lsin. Masalan, elementar funksiyalar emasda x kub bo'lingan, qavs ichida yozamiz mahrajni, x kvadrat minus 1. Mana funksiya grafiki chizildi. Va unga rang beraylik. Mana yashil rang beraylik. Chizimni qalinroq qilib olaylik. Mana funksiyaning grafiki hosil bo'ldi. Ko'rinib turibdi, funksiya minus 1 va 1 nuqtalarda aniqlanmagan. Shuning uchun mana bu yerda minus 1 va 1 da cheksizga ketyapti. Shu yo'l bilan biz funksiyalarning grafiklarini qurishimiz mumkin. Mana bir nechta funksiyalarning grafikini qurdik. Va endi keyingi savolga o'tamiz. Funksiya nullari y o'qi bilan kesish nuqtasi. Endi funksiyaning nullari va y o'qi bilan kesishgan nuqtalarini ko'ramiz. Mana masalan, mana bu funksiya, h1 funksiya. Nullarini topish uchun mana bu yerda nuqtalarga doir uskunalarni qaraymiz. Mana eng oxirgi uskunani qaraymiz mana bu yerda. Shu uskuna yordamida biz funksiyaning nullarini topishimiz mumkin. Mana bu yerda funksiyani ustiga olib kelib bossak ham bo'laveradi. Mana funksiya bitta nuqtada nolga teng bo'lar ekan. Demak, funksiyaning noli bitta ekan. Xo'p, yoki bo'lmasam boshqa funksiyani olaylik. Xo'p, a nuqtani yashirib qo'yamiz. Masalan, x kub 2 darajasi x. Mana sinus x ni olaylik.
sinus x funksiyasının nullarini şu uskuna yordamida uskunani aktivlashtirdim, faollashtirdim. Mana funksiyani ustiga kelib bosaman. Mana funksiyani nullarini chiqarib berdi. Ya'ni grafikning x o'q bilan kesishgan nuqtalarini chiqarib berdi. Mana shu nuqtalarda bu funksiya 0 ga teng bo'ladi. Masalan 0 da, pi da, minus pi, 2pi, minus 2pi va hokazo. Hop, endi x o'qi bilan kesishgan nuqtalari. Masalan, birinchi funksiyani olaylik. X o'qi bilan kesishgan nuqtasini topdik. Endi y o'qi bilan kesishgan nuqtalari. Ikkinchi qismi. Y o'qi bilan kesishgan nuqtalarni topish uchun shu kesishgan nuqtasi mana bundan foydalanishimiz mumkin. Ikkita chiziqni kesishgan nuqtasi. Buning uchun to'g'ri chiziqni tanlayman va y o'qini tanlayman. Natijada y o'qi bilan kesishgan nuqtasini topamiz. Hosil qilamiz. Barcha nuqtalarni o'chirib tashlayman. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu funksiyani ham yashiramiz. Demak, funksiyani nullari va y o'qi bilan kesishgan nuqtalarini topdik. Keyingi savol. Funksiyaning AB oraliqdagi grafigi. Biz bu yerda hozir bir oraliqda emas, minus cheksiz, plus cheksiz oraliqdagi qayerda aniqlangan bo'lsa, shu yerda grafikini chizdik. Endi ma'lum bir berilgan oraliqda funksiyaning grafikini chizmoqchimiz. Buning uchun mana bu yerda kiritish maydonida function degan so'zni yozaman. Mana 4 ta harfini yozishimga mana bu yerda funksiyaga doir bir nechta buyruqlarni chiqarib berdi. Mana ikkinchisini tanlaymiz. Ikkinchisi. Funksiyaga nimani yozamiz? Demak, birorta oraliqda birorta funksiyani grafikini chizmoqchimiz. Hop, aytaylik, mana x kvadrat funksiyani grafikini chizmoqchimiz. X kvadrat yozdim. X ni boshlang'ich nuqtasi. Demak, qarilayotgan kesmani chap va o'ng qismlarini yozamiz. Masalan, minus 2 dan 2 gacha oraliqda. 3 gacha deylik, mana 3 gacha oraliqda. Mana P1 bilan belgilandi. Mana bu yerda shu x kvadrat funksiyani minus 2 va 3 oraliqdagi grafikini chizdi. Hop, rangini o'zgartiraman. Bu qalinligini ham o'zgartirib qo'yaylik. Mana funksiya P1 bilan belgilangan. Demak, berilgan oraliqdagi grafigi. Mana bu qismini o'chirib turamiz, ko'rinmaydigan qilib turamiz. Demak, funksiyani shu berilgan oraliqdagi grafikini chizish uchun ana shu buyruqdan foydalanishimiz mumkin. Mana bu yerda. Demak, function degan mana bu buyruqdan foydalanamiz. Mana bu yerga funksiyani o'zini yozamiz. Bu yerda oraliq, oraliqning chap cheti va oraliqning o'ng cheti. Demak, minus 2 dan 3 gacha oraliqda x kvadratni chizdik. Buni ham yashirib qo'yamiz. Navbatdagi savol. Endi mana bu buyruq. Bu teskari funksiyani topish uchun kerak bo'ladi. Teskari funksiyani qanday qilib topamiz? Shuning uchun ishlatiladi. Mana masalan x kub funksiya. Bunga teskari funksiya topmoqchimiz. Demak, bu x kub funksiya h funksiya ekan. Buning uchun mana invert degan buyruqdan foydalanaman. Mana buyruqni yozdim. Mana kiritish maydoniga mana bu yerda chiqarib berdi. Mana ikkinchi o'rinda invert function degan buyruq chiqdi. Hop, enterni bosaman shu yerga olib kelib. Endi funksiyani o'rniga mana h ni yozaman. Mana natijada bu funksiyaga teskari funksiyaning grafikini chizib beradi bizga. Mana bu x kub, bu unga teskari bo'lgan funksiyaning grafiki. Bu mana bu yerda mana R1 bilan belgilangan. Demak, kubit yuzasida x funksiyaning grafiki.
Demek teskari funksiyani hosil qilish uchun mana shundan foydalanamiz. Invert function degan byurodan foydalanamiz. Bu grafiklarni yana yashirib qo'yaman. Bu navbatdagi savol. Slow function buyrug'i. Bu yordamida biz birorta funksiyani grafikini demak sekin chizishimiz mumkin. Harakat bilan chizishni ko'rishimiz mumkin. Mana masalan x kvadrat g funksiyani ko'raylik. Bu yerda shuni teraman. Slow. Terishimga mana o'zi chiqdi. Slow plot function. Demak bu yerda slow function emas, slow plot function ekan. Demak hozir shuni to'g'rilab qo'yamiz. Slow plot slow plot function. Demak funksiyani grafikini sekinlik bilan quradi. Slow plot function. Bu yerda byuroning nomi slow plot, ichiga demak funksiya yoziladi. Mana funksiya, qaysi funksiyani ko'ryapmiz bu yerda? G funksiyani. Demak g bu x kvadrat. Shuni demak grafikini bizga sekin chizib bersin. G funksiyani yozamiz. Mana grafik sekinlik bilan chizilyapti. Mana bu yerda sirpanchiq surgich hosil qilindi va shu surgich yordamida mana grafik chizilyapti. Demak grafik harakat bilan chizilyapti. Bu yerda grafik mana shu minus cheksiz oralig'ida chizilyapti. Va ma'lum bir oralig'da chizadigan bo'lsak-chi, ma'lum bir oralig'da mana shunday harakat qildirib chizmoqchimiz. Unda nima ish qilamiz? Unda mana quyidagi savolda shu narsani ko'rib chiqamiz. Mana S1ni grafikini o'chirib qo'yaman. Bu yerda ham bizga mana bu surgich kerak bo'ladi. Bu yerda a dan 1 gacha ekan. Nima aytaylik, birorta funksiyani grafikini x kvadratni aytaylik. Qaysi oralig'ida chizmoqchimiz? Buning uchun surgichni biz qaysi oralig'ida o'zgarishini chegaralarini kiritamiz. Hop aytaylik -2 dan 3 gacha o'zgarsin. Ve funksiyani grafikini -2 dan 3 gacha oralig'ida chizmoqchimiz. Hop, qanchadan ortib borsin? 0.001 deb o'ylaylik bu yerda. Demak, surgichning qiymati 0.1 dan ortib borsin. Mana ko'rishimiz mumkin. Surgichning qiymati -2 dan 3 gacha o'zgaryapti. Hop, endi buni yopaman. Hop, x o'qini ham oldingi qiymatlariga qaytarib qo'yaman. Mana bu yerda x o'qi degan joyda masofalarni pi orqali yozilgan 1 ga qaytarib qo'yaman. Mana aniq qiymati hozircha -0.9. Endi funksiya chizish uchun function degan byurodan foydalanaman. Mana bu yerda ikkinchisini tanlaymiz. Qaysi funksiyani grafikini chizaylik? X kvadratni grafikini chizaylik. X kvadrat funksiyani grafikini qayerda boshlansin? Mana bu yerda aniq qiymati -2 dan boshlanyapti. Bu -2 dan boshlansin. Qayergacha? A gacha deb yozaman mana shu yerda. Mana endi enterni bosaman. Mana natijada -2 dan A gacha oralig'ida funksiyaning grafiki chizildi. Endi A'ni harakatlantiramiz. Buning uchun mana bu tugmani bosaman.
Natijada funksiyaning grafiki chizilyapti. Bu grafikni qalinlashtiraylik. Mana -2 dan ya'ni eng katta qiymati 3 ga teng. Shu oralig'ida chizilyapti. Xo'p, aniq qiymati bir marta bunaqada kursor yordamida harakatlantiraylik. Mana 3 ga kelganda mana to'la grafik hosil bo'lyapti. Bu yerda grafik mana -2 dan A gacha oralig'ida chizilyapti. Bu yerda A harakatlanganligi sababli bu yerda grafik ham xuddi harakatlangandek harakatlanyapti. Demak, mana shunday qilib biz animatsiyali grafik chizishimiz mumkin. Xo'p, grafikni yashiramiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.